Assalomu alaykum klasslarning hurmatli YouTube'dagi obunachilari. Bugun sizlarga magazinimizda sportivkalarimizni birma-bir obzor etib beraman. Magazinimizda har xil turda sportivkalarimiz topsangizlar bo'ladi. Orqaldilaringizni beklatib turadigan troykali variantda sportivkalarimiz bor. Keyin korotkali variantdan ham sportivkalarimizni topsangizlar bo'ladi. Hozir shu hamma variantdagi sportivkalarimizni birma-bir sifatlari bilan, modellari bilan birma-bir tanishtirib beraman. Keyin shu dvoykalarimizdan obzorimizni boshlaymiz. Bu dvoykalarimiz hozir skidka narxida bo'lib, 485 ming so'mdan 500 ming so'mdan sotilgan. Hozir skidkada 350 ming so'mdan xarid etsangizlar bo'ladi. Bu dvoyka sportivkamizni 350 ming so'm dedim. To'g'ri, 350 ming so'm sizlarga qimmat bo'lishi mumkin, lekin sizlar o'zlaringiz eng yaxshisini ravo ko'rasizlar. Bu sportivkamiz sifatli bo'lib turib, ranglari o'chiq qolmaydi. Bemalol yuvib kiysangizlar bo'ladi. Keyin kiyganlaringizdan ham shunga akkuratni, yengil, tanalaringizga yumshoq bo'lib turadi materiali. Bu dvoykamizdan magazinimizda 5 xil rasvetkalarni topsangizlar bo'ladi. Keyin bu dvoykamizdan biz sizlar uchun 350 ming so'mdan skidka narxida qo'yib berdik qizlar. Bular orqaldilaringizni polni beklatib turadi. Bolshmerka apkanlarimiz ham bemalol to'g'ri keladi. Magazinimizda bularning hammasini razmerlarini topsangizlar bo'ladi. Yo'q, bizga arzonroq, qulay narxda kerak desangiz, bunday ham sportivkalarimizni magazinimizda topsangizlar bo'ladi. İş arkamda ko'rib turgan hamma sportivkalaringizni 160 ming so'mdan xarid etsangizlar bo'ladi. Keyin bularni sizlar bilan birma-bir obzor etib beraman. Bular korotkий variant bo'lib turadi. Kiyganlaringizdan ham orqaldilaringizni beklamay turadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bularning materiallari yaxshi qizlar. Bilasizlar, bu sportivkalarimiz hozir trendda bo'lib turgan sportivkalarimizdan biri qizlar. Bularning narxlarini keladigan bo'lsak, 180 ming so'mdan xarid etsangizlar bo'ladi. Agar sizlar ko'p vaqt kiyjakman, sifatlari yaxshi bo'lsa, ranglari umuman o'chiq qolmasin desangizlar, arkamda ko'rib turgan sportivkalaringizni sizlar uchun tavsiya etaman. Adidas brendini yaxshi ko'radigan mijozlarimiz uchun ham sizlar uchun Adidas brendidan shunga xo'sh sportivkalarimizni kelganmiz qizlar. Bularning oldinlari zamoqli bo'ladi, kiyganlaringizdan ham akkuratniy, sportivniy bo'lib turadi qizlarjonlar. Magazinimizda bularni bordovoy qarasidan topsangizlar bo'ladi. Bular ham skidka narxida 350 ming so'mdan xarid etsangizlar bo'ladi. Qaranglar qizlar, keyingi obzorimiz shuning neobычный sportivkalarimizdan bo'ladi qizlar. Orqaldilaringizni polni yopib turadi. Bolshmerka apkanlarimiz ham bemalol to'g'ri keladi. Yuganlaringizdan ham bularning ranglari umuman o'chiq qolmaydi. Brendoviy sportivkalarimizdan biri Larapiana brendidan shunga xo'shroq troyka sportivkalarimizni topsangizlar bo'ladi. Bularning ichlarida o'zini futbolkalari ham bor qizlar. Futbolkasini o'zlaringiz magazinimizga kelib ushab ko'rsangizlar bo'ladi. Tanalaringizga shunga yoqimli bo'lib turadi qizlar. Orqaldilaringizdan polni yopib turadi. Magazinimizda bularning sinisini, bordovisini, korejsiyasini topsangizlar bo'ladi. Sizlar birinchi o'chirda kiyim xarid etgan vaqtlaringizda sifatini qarab olasizlarmi yo narxini qarab olasizlarmi? Kommentariyada yozib qoldiramiz.